Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan bugun biz nemis tilida sprechen teilni asosiy qismi bo'lgan diskussion haqida gaplashamiz. Xo'p, diskussion bizda har doim ikkita odam bo'ladi, ya'ni person 1 va person 2. Xo'p, endi diskussiya boshlanayotganda misol uchun tema tanlanadi. Biz temani Haustier halten oldik, ya'ni uy hayvonlarini boqish kerakmi yoki yo'q. Xo'p, bizda har doim ikki taraf bo'ladi. Kimdir za bo'ladi bu narsaga, kimdir protiv bo'ladi. Ya'ni biz oldik, misol uchun person 1 bunga za bo'lyapti va boshlash kerak u nimadan? Begrüßungdan. Begrüßung degani bu salomlashish. Ya'ni misol uchun tema misol sifatida aytaman. Xo'p, hallo, wie geht's Ihnen? Also heute sollten wir über das Thema sollten wir Haustiere halten sprechen. Deydi, shu bilan shuni o'zi yetadi. Ya'ni iloji boricha tabiiy va oddiyroq bo'lish kerak. Buni o'rni juda ham muhim. Xo'p, endi nima bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi odam bo'lsa bunga reaksiya qiladi, ya'ni hallo, wie geht's Ihnen? Okay, deydi-da, keyin birinchi odam masalan shunga aytaylik bu za bo'ldi-da, endi bu argument olib kelish kerak. Ya'ni nima uchun uy hayvonlarini boqishimiz kerak degan. Xo'p, demak, misol uchun endi u argument berish kerak. Argument bizda quyidagi qismlardan iborat. Misol uchun aytaylik, bu aytdiki, Haustiere sind eine Gesellschaft und geben emotionale Unterstützung. Ya'ni Haustier bu bizda qanaqadir jamoa bo'ladi bizga va bizga emotsional yordam beradi deb aytdi. Bu qismi bizda hozir men aytgan qismi nominal stil deb aytiladi. Ya'ni otlashgan holat. Otlashgan holatini aytdim va endi undan keyin nima qilishim kerak? Buni men tushuntirib berishim kerak. Ya'ni bu degani Erklärung. Ya'ni aytamanki keyin das bedeutet wenn Sie einen Hund haben, dann er kann für Sie eine emotionale unterstützen und noch eine Gesellschaft sein. Ya'ni sizga u emotsional, masalan sizning itingiz bo'lsa, u sizga nima emotsional yordam bera oladi va sizga qanaqadir jamoa bo'la oladi. Deymanda, keyin undan keyin uchinchi qismi bizda Beispiel. Unda misol berishimiz kerak. Beispielsweise, wenn Sie halten einen Hund, Sie können mit ihm einen Spaziergang machen. Misol uchun, hozir gapimni tarjima qilyapman. Agar sizni itingiz bo'lsa, siz u bilan misol uchun sayrga chiqishingiz mumkin. Deydi-da, keyin aytadiki, u savol beradi ikkinchi odamga. Ya'ni argumentini berdi, uni tushuntirdi, misol berdi va savol beradi. Was halten Sie davon? Ya'ni sizni bunga fikringiz qanday? Deb turib ikkinchi odamga beryapti. Endi ikkinchi odam nima qiladi bu yerda? Birinchi bu salomlashganda u aytadiki, "Hallo, ja, wie geht's Ihnen? Mir geht es gut." Dedi-da, keyin u birinchi o'rinda nima qilish kerak? Ko'pchilikda xato shuki, o'zini argumentini berib ketadi. Va bu nimada imtihonda har bir imtihonda shu masalan Goethe imtihoni bo'ladigan bo'lsak, o'sha reaksion degan nimasi baholash joyi bor. Va u shu qismini tashlab o'tib ketadi. Ya'ni srazu o'zini argumentlayib ketadi. Bu xato bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib turib reaksiya qilishimiz kerak. Ya'ni bizda argument berdi, u nima deyapti? Emosional unterstützung va Gesellschaft bo'ladi agar hayoning bo'lsa deb aytayapti-da. Biz bunda reaksiya qilishimiz kerak. Ya'ni xo'p, endi aytdimki, endi men aytaman, birinchi reaksiyam qanaqa bo'ladi? Reaksiyada iloji boricha siz u bergan argumentni ablegen qilishingiz kerak yoki o'sha widerstehen qilishingiz kerak unga. Ya'ni bu degani uni iloji boricha minuslarini aytishingiz kerak. Misol uchun men aytamanki, ja, Sie haben recht, dass die Haustiere können Ihnen emotional unterstützen. Aber Sie haben keine Empathie wie ein Mensch. deb aytaman. Ya'ni men aytayapman, ha, gapingiz to'g'ri, bizda u demak hayvonlar emotsional unterstützung bera olishi mumkin, sizni podдержка qilishi mumkin, lekin nima? Ular insonlardaqa empatiya bera olmaydi. Ya'ni insonlardaqa sizni tushuna olmaydi baribir deb aytaman-da. Keyin aytamanki, uni davomida endi men o'zimning argumentimni beraman. O'zimning argumentimda aytaman, unda ham u ham xuddi shu qismlardan iborat. Ya'ni nominal stil, Erklärung, Beispiel bo'lishi kerak. Beispiel ko'p holatda muhim emas, agar bo'lsa yaxshi. Va o'zingiz shaxsiy Beispielingiz bersangiz yaxshi. Xo'p, nominal stilda men aytamanki, außerdem deb endi gapimni davom ettiryapman. Außerdem bei Tierhaltung gibt es eine hohe Kosten. Ya'ni hohe Kosten, ya'ni baland narxlar, ya'ni
hayvon baqish juda qimmat turadi. Xo'p, bu nima? Bu nominal shtilni aytdim, otlashtirib aytdim. Ikkinchi qismida siz erklärung qilishingiz kerak, ya'ni hozirgi bergan beispielingiz, ya'ni Hochkosten. Nima degani bu? Das bedeutet, Sie sollten geben zum beispielsweise Tierarzt zum beispielsweise zum Futter Geld ausgeben. Ya'ni siz unga o'sha nimaga veterinarga kelgan ovqatiga pul sarflashingiz kerak deb aytamizda, keyin misol beramiz. Agar misolimiz bo'lsa, masalan, beispielsweise vor 2 Jahren hatte ich eine Katze und jeden Monat habe ich 4000 so'm ausgegeben. Ya'ni misol uchun meni 2 yil avval bir mushugim bo'lardi va unga men har oyda 400 ming, 500 ming pul sarflardim deb aytib turib, keyin savol beraman. Was denken Sie? deb aytaman. Keyin xuddi shu zaylda endi bu savol beryapman va buni ham endi esdan chiqarmanglar, что bu ham menga reaksiya qilish kerak. U endi boshida reaksiya yo'q edi, chunki hech qanaqa argument yo'q edi, lekin ikkinchi qismda u reaksiya qilish kerak. Shunda diskussiya kelib chiqadi. Xo'p, endi bu bizda предварительный narsa. Endi siz misol uchun buni orasida agar mabodo argumentini yoki savolni tushunmasangiz, savol berishingiz mumkin yoki könnten Sie Ihre Argument genau beschreiben oder könnten Sie andere Beispiel geben? Ya'ni boshqa misol bera olasizmi yoki to'g'riroq, kengroq tushuntira olasizmi deb savol bersangiz bo'ladi. Xuddi muhimi biz nima diskussiyada o'zingiz tabiiy va quyidagi strukturaga miyangizda amal qilgan holda qilsangiz, inshaalloh bemalol imtihondan o'ta olasiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.